Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugungi videomizda qanday qilib XMdan registratsiya o'tishini tushuntirib o'taman. Undan oldin kanalimiz 430 tadan oshgani uchun hammaga minnatdorchilik bildirmoqchiman va описаниедagi ссылкаdan registratsiya o'tib bir lot ochsangiz, men sizlarni ichlaridan 10 tasini tanlab olib $500 dan tashlab beraman. Eng yaxshi trade qilganlar ichidan. Imенно men ссылkamdan o'tganlar uchun. Bugun minnatdorchilik sifatida o'zimni xursand qilish uchun 17 Pro Max sotib oldim. Shuning uchun hammalaringizga tradingni yaxshilab o'rganishlaringizni tilab qolaman. Videoni ko'rishda davom etishingiz mumkin. Avvaldan nimaga imенно bu videoni ko'ryapsizlar? Chunki men trading bilan o'zi 1,5 yildan beri tinimsiz o'rganib kurslar sotib olganman. Mana balans 4800 bo'ldi. Videolarda ko'rgan bo'lsangiz, balans oshib ketyapti. Undan tashqari bizda XM paketidan registratsiya o'tish uchun videodagi kommentariyaga kiramiz. Bu yerda men zakrepish qilib qo'yaman. Shu ссылкаdan registratsiyadan o'tishimiz kerak. Chrome, Safari farqi yo'q. Mana birinchisi получите свой бонус deyapti. O'qib chiqish lazım mumkin. O'qib chiqmasa lazımmaydi. Начать торговля degan joyga bosamiz mana yuqoriga. Bu usti bu yerda O'zbekistonni tanlaymiz. Bu yerda pochtamizni kiritishimiz kerak. Pochtamizni kirgizamiz. Bu yerda parol o'ylab topishimiz kerak. Parol o'ylab topamiz. Bu yerdan ya птичкani bosib registratsiyani o'tamiz. Endi esa elektron pochtangizga SMS yuboradi. Shu pochtaga kelgan xabardan hozir ko'rsatib o'taman. Mana подтвердить adres elektron pochtaga bosamiz. Подтвердить qildik. Подтвердить qilgandan keyin yana chatga подтвердить свой счет. Подтвердитni bosamiz yana bir bor. Bu yerdan nomerimizni yozamiz. Bizga SMS keladi. SMS kirganimizdan keyin ismimizni yozishimiz kerak. Masalan, Shokir. Bu ochsamiz kiritmasa ham bo'ladi. Familiyamizni yozamiz masalan. Melih bo'lsa. Tug'ilgan sanamizni yozishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 07 birinchi yil yozish kerak ekan, masalan 2005 07. Keyin adresni yozamiz. Shahar, улица, почтовый indeks masalan 140100. Bu Samarqand shahriniki. Shuna qilib o'tamiz registratsiyadan. Registratsiyadan o'tgandan keyin shot ochishni tushuntirib o'taman. Sizni o'tib oldik. XMni yuklab oldik. MetaTrader 5 yoki MetaTrader 4 ni tanlashimizga to'g'ri kerak bo'ladi. O'zim tavsiya beraman MetaTrader 5 ni, chunki ancha osonroq. Mana yopilmagan, ochilmagan zerkalarimiz bor bu yerda. Shu uchun kirib oldik. Bu yerdan keyin pasport подтверждение o'tishimiz kerak. Shotimizni подтвердить qilish uchun подтвердить shot degan joyni bosamiz. Разрешить qilamiz. Обязательно информация degan joyga подтвердитni bosamiz. Birinchi bajarildi. Endi ikkinchisiga o'tib загрузка документов degan joyga bosamiz. Bu yerda dokumenты не загружены hali o'tmagan deyapti. Pastga tushamiz, начать verifikatsiyani bosamiz. Verifikatsiyaga bosganimizdan so'ng начать проверкаga bosamiz. Pasport degan joyga bosib olib, eski pasport bo'lsa, oldini rasmga olamiz. Oldin rasmga olgandan so'ng bizni yuzimizni Face IDdan o'tkazishni so'rab o'tadi. Shotni qanday o'laymiz? Masalan, endi masalan biz shot ochdik, bizda 0 ko'rinadi, shu uchun ulab olishni ko'rsataman. My shot degan joyga bosamiz. Bu yerda pastida server degan narsani mana kopировать qilib olamiz. MetaTrader 5 ga kiramiz. Pastda настройки degan joy bor. Настройкиga bosamiz. Pluschani bosib bu yerda shu kopировать qilgan narsamizni shunday qo'yamiz. Tamam. Bu yerda logins. Loginni ham xuddi shu yerdan bosib olamiz. Mana nomer shoti. Boshda yozgan parolingizni kirgizamiz. Yozib kirgizamiz.
keyin bossak kiradi. A hisob to'ldirish uchun yana XM ga qaytamiz. Пополнить счет degan joy bor. Mana пополнить счет. Bu yerda Visa karta, Uzcard, Humo. O'zim tavsiya qilaman Visadan to'ldirishni, agar Humoda bo'lsa undan ham yaxshi. Vizada chunki eng minimalni boshiga menimcha $5 edi. Hozir minimalni $15 bo'lgan. $15 kirgizamiz. Bu yerda подтвердить. Bu yerda karta raqamini yozasiz. Hamda qachongacha amal qiladi и CV kodini. Keyin kimga karta tegishli yozib bo'lgandan keyin pay qilamiz. 2 minut 1 minut ichida tashlab beradi. Agar tushunchangiz uncha yaxshi bo'lmasa, qanday qilib lot ochish hech nima tushunmasangiz, bu yerda signallar bor. Masalan, USD degani bu gold. Bu yerda pozitsiyadan gold bo'lsa, gold chiqadi. Ba'zilarniki USD deb bo'lsa, USD bo'lib chiqadi. Mana menda gold bo'lib turibdi. Bu Telegram kanallar bor. Masalan, aytadi, hozir sotib oling deydi. Buy deganini sotib olasiz. Minimalni mana bu yerda 001 lot ochsa bo'ladi. Hozir yakshanba kun bo'lgani uchun ishlamayapti bozor. Bu yerda 001 lotdan ochiladi. Eng minimal risk uchun. Agar ozgina katta lot ochsangiz, mana agar pastga ketsa, siz foydada bo'lasiz.